Yangi yil barcha uchun sevimli va yil davomida kutiladigan ayyom. Aynan shuning uchun ham uni yuqori kayfiyatda nishonlash maqsadida butun respublikamiz bo'ylab ko'ngilochar tadbirlar tashkil etilmoqda. Surxondaryo viloyatida ham 33 metrlik archa o'rnatilib, yurtdoshlarimiz uchun konsert dasturlari o'tkazilyapti. Muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva mavzuni davom ettiradi. Yangi yil bayrami insonlarning ezgu niyatlar, yangi rejalar va katta umidlar bilan birlashtiradigan ayyomdir. Bu kunlarda har bir xonadonda ezgu niyatlar, bayramona kayfiyat, quvonch, qanday mehr, muhabbat hissini sezish mumkin. Ayni paytda Termiz tumanidagi Yangi O'zbekiston massivida ham ana shunday bayramona shukuh kezib yuribdi. 2026-yil bayram bilan tabriklayman. Hammalaringizga uzoq umrlar, salomatlik tilayman. Yangi yilda nima niyatlaringiz bo'lsa, orzu-niyatlaringizga yetinglar. Oilaviy mana bayramga keldik. Hammasi yaxshi, maza qilib aylanyapmiz. Bayram kayfiyatlari juda ham a'lo. Hamma yurtdoshlarimizni mana shu kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman, qutlayman. Hammalariga shirin hayot, chiroyli tilaklar tilayman. Menda mana shu yil juda ham qutlug' kun bo'ldi. Farzandlarim o'qishga kirdi, kelin oldim, nevarali bo'ldim. Shunchalar xursandman men hayotdan. Kelayotgan yillardan umidlarimiz katta. 33 metrlik archa o'rnatilgan Termiz tumanidagi Yangi O'zbekiston massivi allaqachon aholining sevimli maskaniga aylanib ulgurdi. Archa atrofida bo'lib o'tayotgan konsert dasturlari, har kuni poytaxtdan tashrif buyurayotgan san'atkorlar va mahalliy ijodkorlar ishtirokidagi kuy-qo'shiqlar aholi vakillariga yuqori kayfiyat ulashib, ularda raqsga chorlamoqda. Ayni paytda onaxon bilan suhbatlashamiz. Kayfiyatlar zo'r, bu yil boshqacha, vaqti boshqacha. Har kun konsert artistlar mazza. Biz xursandmiz shunga. Hammalarimiz bayram bilan tabriklayman. Qizimiz bilan aynalishga keldik. Bayram zo'r o'tyapti. Bayram shukuhi hammada bir kayfiyat, xursandchilik boshqacha. Archa atrofida bolajonlarning kulgusi, kattalarning bayramona suhbatlari yangramoqda. Aholi dam olib yaqinlashayotgan yangi yilni katta umid va orzu niyatlar bilan kutib olmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nimoqlayev, Surxondaryodan.